Nimani o'zingizga qaytib kelishini xohlasangiz, o'shani boshqalarga tortib qiling. Sherzodbek, qanday kitob o'qiyapsiz? Keling aka. Zo'r kitob ekan. Ancha kayfiyatni ko'taradigan. Ijtimoiy tarmoqlarda nega avvalgidek faol emassiz? Ha, to'g'ri aytasiz aka. Bilasizmi? Mana shu tanaffus paytida juda ham ko'plab kitoblar mutolaa qilishga muyassar bo'ldim va ma'naviy ozuqaga ega bo'ldim. Ana endi bu ozuqani barcha yurtdoshlarimizga ulashish maqsadim bor. Darvoqe, aka, yana bir yangilik bor. Aynan Turkiyada mana hozir yangi o'quv mavsumiga qabullar ochildi. Turkiyaning nufuzli universitetlarida juda ham ko'plab har yili o'qiyman deb keluvchi o'zbek iqtidorli yoshlari tashrif buyurishadi. Lekin afsuski, qayerdan boshlashni, qanday qilib o'qishga kirishni ko'pincha yo'llarni bilishmaydi. Ko'plab yurtdoshlarimiz aldanib qolishadi. Mana shu yerda demak hozir yurtdoshlarimizga men 4 yillik tajribamni ulashni ham maqsad qilib olganman. Kimda kim aynan Turkiyada o'qishni niyat qilgan bo'lsa, bemalol mening shaxsiy akkauntlarimga, ya'ni Facebook deysizmi, Instagram deysizmi, TikTok deysizmi, mana shu har bir sahifamga, direktlarimga yozing, shaxsan o'zim sizga aloqaga chiqaman va o'qishga kirishingizda, Turkiyada tahsil olishingizga yaqindan ko'makchi bo'laman. Shunaqa gaplar aka. Salomat bo'ling.